Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi tashkil etildi. O'zbekiston Milliy banki, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Xorazm viloyati hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi va Savdo sanoat palatasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbir viloyatimizdagi oliy ta'lim muassasalari bitiruvchi talabalarni nuqtada birlashtirib, bandligiga zamin yaratdi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Davlatimiz rahbari yoshlarga doimo ishonch bildiradilar va 3-Renessans poydevorini quradigan yoshlar deya ishonch bildirayotganliklarini biz har bitta nuqtalarda ko'rishimiz mumkin. Aynan Xorazm viloyatida tashkil etilgan Talaba Expo 2025 bandlik ko'rgazmasi bu yo'nalishdagi ishlarning dabbochasi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Aynan ko'rishingiz mumkin, mana shu Xorazm viloyatida tashkil etilgan bu ko'rgazmada 130 dan ortiq tashkilotlar tomonidan 1300 dan ortiq ish o'rinlari ham tashkil etilgan, bu esa ularni bandligiga zamin yaratishi shubhasiz. Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasida bitiruvchi va talaba yoshlar mavjud ish o'rinlari va tadbirkorlik imkoniyatlari bilan ko'rgazmalar doirasida tanishdi. Tadbirlarda yoshlarga taklif qilinayotgan kredit mahsulotlari bo'yicha ma'lumotlar berilib, turli mavzularda biznes loyihalar qabul qilindi. Kelajakka qadam dasturida kredit olib 1 milliard miqdorda o'zimning tadbirkorligimni boshladim. Tadbirkorligim xizmat ko'rsatish sohasida bo'lib, hozirda 8 ta ish o'rni yaratilgan. O'zimizning universitet talabalaridan ham bor. Qo'shimchasiga yana Milliy bank bilan ishlashib turib, yana ish o'rnini ko'paytirmoqchimiz. Bugungi ko'rgazmada nafaqat o'zimning bandligimni, balki yoshlarni ham ish bilan ta'minlash maqsadida qatnashyapman. Kelajakdagi maqsadim tadbirkorligimni yanada rivojlantirib, 20 ta 30 ta ish o'rnini yaratib, yana tadbirkorligimni rivojlantirish. Kasblar ko'rgazmasi davomida bitiruvchi yoshlar salohiyatli tadbirkorlar tomonidan taklif etilayotgan bo'sh ish o'rinlari bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida shartnomalar imzolanib, yoshlar bandligi ta'minlanishiga erishildi. Jizzax viloyatini Dashtobod shahrida zavod tashkil etildi. U zavod maishiy texnikalardan chiqaruvchi kompaniyalardan bittasi. O'ziga 5000 ta odamni ishga sig'dira oladigan katta zavod. Shu maqsadda respublikamiz bo'yicha Xorazm viloyatidan katta yarmarka tashkillashtirib berdinglar. 2 soat ichida talabalar o'z qiziqishini bildirishdi. 50 ta talabani suhbat asosida hujjat taqdim qildim. Va yana bundan ortiq 100 tacha talaba hozir qiziqish bildirishyapti. Ish beruvchi va bitiruvchi talabalar ham ish bilan ta'minlanib qolyapti. Ta'kidlash lozim, ko'rgazmadan ko'zlangan asosiy maqsad ham bitiruvchilar bandligini ta'minlash, ularning kasbiy yo'nalishini aniqlash va biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdan iborat.